Bugungi kunda dunyo miqyosida rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri sun'iy intellekt va raqamlashtirishdir. Ushbu jarayonlar esa kundalik hayotimizning barcha sohalariga kirib bormoqda. Bu borada Sirdaryo viloyatida qilinayotgan ishlar bilan ushbu reportajimiz orqali yaqindan tanishamiz. So'nggi yillarda yurtimizda raqamlashtirish jarayonlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa sun'iy intellekt texnologiyalari turli sohalarda samaradorlikni oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. Sirdaryo viloyatida ham axborot texnologiyalari sohasini jadal rivojlantirish, yoshlar uchun zamonaviy imkoniyatlar yaratish va raqamli iqtisodiyotni kengaytirish maqsadida IT parklar faoliyati izchil tarzda takomillashtirib borilmoqda. Bugun sirdaryolik yosh IT mutaxassislar nafaqat mahalliy bozorda, balki xalqaro maydonda ham o'z o'rnini topmoqda. Ular orttirgan tajribani Sirdaryoda tatbiq etib, yangi startaplar, innovatsion yechimlar va ish o'rinlarini yaratmoqda. Xovos tumani viloyatning chekka hududlaridan biri hisoblanadi. Biroq bu yerda ham yoshlar zamonaviy bilim olishi, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish borasida faollik ko'rsatmoqda. Ayniqsa robototexnika yo'nalishiga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Maktablarda tashkil etilgan to'garaklar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar texnika va dasturlash sirlarini o'zlashtirmoqda. Biz yana bir lokatsiyaga yetib keldik. Xovos tumani, aytish kerak, aynan tumanda 3 ta tayanch maktablarda robototexnika to'garaklari yo'lga qo'yilgan va ushbu to'garaklarda ham robototexnika ham ingliz tili bir vaqtning o'zida olib boriladi. Aytishlari bo'yicha aynan xalqaro tanlovga tayyorgarlik jarayonlari amalga oshirilmoqda. Hattoki bu yerda Hindiston davlatidan kelgan mutaxassisni ham uchratyapmiz. Jarayonni kuzatamiz va fikrlar bilan o'rtoqlashamiz. Hozir yosh robototexnikalarni o'zidan eshitsak ham ingliz, ham o'zbek tilida. Umuman olganda bu loyiha qanday yaratildi? We use 8 AI wizards to build this robot. ChatGPT and Gemini were our coding teachers. Perplexity AI found all the facts for us. 11 Labs and Sino gave us voice and written. Cray AI and Gamma created our beautiful design. Dildor opa, xalqaro tanlovga tayyorgarlik jarayonlari qanday ketyapti? Hozirgi eng dolzarb mavzulardan biri sun'iy intellekt bo'lgani uchun biz albatta tanlovda sun'iy intellekt mavzusini tanlab oldik. Bunda biz mana shu sun'iy intellektda o'rgangan, mana shu sun'iy intellektda har xil asboblar orqali o'rgangan loyihamizda mana shu aqlli smart AI ekobin ko'rinishida namoyish qilishga harakat qildik. Bizda 50 ga yaqin o'quvchilar bor to'garagimizda. Shulardan 30 tasi mana shu AI yo'nalishi bo'yicha o'qib o'rganishadi. Hozir biz mana shu AI yo'nalishi bo'yicha yana ham chuqurroq o'rganib, hali biz o'zimiz yaratgan loyihamizni jahon miqyosiga olib chiqish niyatidamiz. E'tiborli jihati shundaki, darslar asosan ingliz tilida olib borilmoqda. Bu esa yoshlarning xalqaro bilim maydoniga chiqishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Xususan, Xovos tumanidagi 14-umumta'lim maktabi o'quvchilari tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar alohida e'tiborga loyiq. Hello, I'm Jasna. Men hindistonlik mutaxassis sifatida Sirdaryo viloyati Xovos tumani 14-maktabda faoliyat olib boryapman. Atrof muhitni asrash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri. Shu maqsadda bu yoshlar Smart AI ekobin loyihasini ishlab chiqdi. Ushbu aqlli chiqindi qutisi sun'iy intellekt yordamida chiqindilarni aniqlaydi va ularni to'g'ri saralashga yordam beradi. Har bir tashlangan chiqindi uchun foydalanuvchilar yashil kreditlar yig'ib, ekologik odatlarni shakllantirishlari mumkin. Biz ishonamizki, ushbu loyiha kelajakda shaharlarimizni yanada toza, zamonaviy va ekologik barqaror qilishga xizmat qiladi. Men xorijlik mutaxassis sifatida shuni ayta olamanki, mahalliy yoshlarning robototexnika va yangi innovatsion g'oyalarga qiziqishi juda katta. Startap g'oyalarga juda boyligi menda katta taassurot qoldirdi. Good luck them for their project. Biz hozir Xovos tumanining qoq markazidamiz. Bog' yonginasida men coworking markaziga ham ko'zim tushdi va to'g'risi qiziqib qoldim. Bu haqda ma'lumotlar olish maqsadida Adhamjonga izlamoqchi edim. Adhamjon, bu qanday bino? Xovos tumanida xalqaro investitsiya moliyalari asosida bunyod etilayotgan yangi bog' markazida biz. Bu bog' chinakam yoshlarning markazi bo'ladi va markazning o'rtasida misol sifatida biz coworking center, o'zingiz aytgandek mana ko'rinib turgan juda chiroyli 2 qavatli coworking markazi bor. Coworking markazida nimalar bo'ladi? Coworking o'zida tilda aytganda yoshlarni jamlaydigan joy. U yerda qanaqa ishlar olib boriladi desak, biz xalqaro yo'nalishlarda xalqaro outsource kompaniyalar ishlarini amalga oshirmoqchimiz. Bu biri. Ikkinchisi robototexnika yo'nalishida kurslar ochiladi. Til o'rgatish. Tillar bu nemis, ingliz, rus va koreys tillari. Koreys tilida u Xovos tuman tayanch tuman sanaladi. Sababi
Bu yerda ikkita o'sha texnikumimizda hozir koreys tili o'rgatilishi ommalashgan. Mana xuddi shu tillarga ixtisoslashgan markaz bo'ladi. Undan tashqari yoshlarni o'sha xalqaro yo'nalishlarda bilim ko'nikmalarini oshirishda sun'iy intellektga bog'lagan markaz hisoblanadi. Chinakam aytilganda o'sha yoshlar suhbatlashadigan, erkin fikrlaydigan, o'zini loyihalarini, hozir ommalashayotgan startap loyihalarini taqdimot qiladigan markazlardan biri bo'ladi degan umiddamiz. Yaqin kunlarda bu hududni, mana shu bog' kompleksini, umuman olganda shu coworking markazimizni topshirish jarayoni oz qoldi, oxirgi bosqichidamiz. Bugungi kunda Xovos tumani yoshlari nafaqat ta'limda, balki innovatsiya va texnologiya sohasida ham o'z salohiyatini namoyon etmoqda. Ular tomonidan yaratilayotgan loyihalar esa kelajakka ishonch bilan qarashga zamin yaratmoqda. Xulosa qilib aytganda, bu manzil chekka hududda joylashgan bo'lishiga qaramay, Xovos tumani yoshlari ana shunday bilim, izlanish va innovatsiya orqali yuqori natijalarga erishmoqda. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va raqamlashtirish bugungi kunning muhim talabi bo'lib, ularning rivoji esa mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Biz esa bu borada Sirdaryo viloyatida qilingan ishlar, erishilgan yutuqlar va kelgusidagi rejalar bilan yaqindan tanishdik.